To'xtayeva Dilbar Roziqovna. Hozir 77 yoshdaman. Shu yoshga kirishimga menga asosan foyda bergan mana shu karotin yog'i bo'ladi. Men karotin yog'ini juda ham yaxshi ko'raman. 2010-yildan ichib kelaman. Ana hozirgi damgacha karotin meni uyimda hamisha yonimda. Men bu karotindan bilasizlarmi, qancha dardlarimdan qutulganman. Kamqonligim, yuragimda sinokardiya bor edi, tez urib ketish. Shamollaganman, двухсторонний, o'pkamdan shamollaganman, двухсторонний воспаление, brachialniy astmam bor edi. Ichki buqog'im, ko'zim zreniyasi yaxshi emas edi. Qarang, mana shu karotinoni, ko'mir suvimizni, mana maysarani, mashlarni ichib men juda o'zimni yaxshi his qilganman. Qaranglar, 2010-yildan to 20-yilgacha, hattoki 20-yilda men Covid bilan kasal bo'lib ham, mana shu narsalar bilan chiqib ketdim. Qarang, 22-yilda yana men katta operatsiya bo'ldim. 4,5 soatli operatsiya. После операционной грижа, пупочный грижа, shunaqangi og'ir bo'ldim. Ishonsangiz, 10 kungacha o'zimga kela olmaganman. Baqirib butun больницani boshimga ko'tarardim. Ana o'tda yotganimda ham menga yana shu yog' bilan maysara, kalsiy olib kelib berishdi. Shundan ichib Kamalayev ichardim. Shunaqangi yaxshi his qilib o'zimni tezgina sog'ayib ketganman. Ana endi shu 22-yildan buyog'iga mana 23-yil soppa-sog' bo'lib, mana yuribman. 24-yil o'z kuchim bilan, quvvatim bilan umra ziyoratlariga borib kelishga muvaffaq bo'ldim.